Buxoro davlat universitetida 2026-2027 o'quv yilidan boshlab o'zining eng nufuzli va istiqbolli yo'nalishlaridan biri davlat auditi yo'nalishiga ilk qabulni e'lon qiladi. Davlat auditi bu shunchaki moliyaviy tekshiruv yoki hisob-kitob emas. Bu davlat resurslaridan foydalanishning samaradorligi, tejamkorligi va natijadorligini ta'minlovchi iqtisodiy xavfsizlikning fundamental asosidir. Ushbu yo'nalishda tahsil oladigan talabalar davlat moliyaviy nazorati, budjet jarayonlari tahlili, strategik audit va iqtisodiy jarayonlarni raqamli modellashtirish kabi eng murakkab hamda mas'uliyatli sohalarni o'rganadilar. Bu yo'nalishga o'qishga kirishni maqsad qilgan yoshlardan ingliz tilidan kamida B2 darajasidagi va matematika fanidan B darajali milliy yoki xalqaro sertifikatlarga ega bo'lish talab etiladi. Biz universitetimizda nazariya va amaliyotning uyg'unligini ta'minlash orqali har bir talabaning professional auditor bo'lib shakllanishi uchun barcha ilmiy texnik bazani yaratganmiz. Yangi O'zbekiston iqtisodiyotining intellektual va moliyaviy tayanchi bo'lish, davlat resurslarini boshqarishda adolat va professionallikni ta'minlashni istagan har bir yosh uchun Buxoro davlat universitetining davlat auditi yo'nalishi eng to'g'ri va sharafli tanlovdir.